Assalomu alaykum qadrli kuzatuvchilarimiz. Bugun ham bir e'lon bilan chiqartirmiz. Ko'rib turgan hovli joy sotiladi. Boshda adresini aytib o'tsak, adresi Xonqa tumani Amudaryo qishlog'i, ya'ni Al-Xorazmiy sovxozda. Uyni joylashgan adresini aytib o'tamiz. Köprünü bilasizlar, sovxozdagi Shavot kanalının üstünde ötken köprük bu. Köprükten tushganda sırası 10 tarafa Zekash boyundan ko'cha bor. Şu yerden geçseniz chap tarafa qarab ketgan ko'chalar bor. 3-cü ko'chada bir emas, 2 emas, 3-cü ko'chaga burilsa, yine şu yerden gelirse uyimiz yine şu yerde joylashgan. Hozir hamma yerini sizlarga ko'rsatib o'tamiz. Xonqa sovxozda. Uyimiz turar joy. Sotik şu adaşmasam 5 sotikler etrafında. Bir yerde tavukxonasi, tavuk bakışı, tavukxonasi ham bor. Bu yerde hojatxonasi. Bu yerde mal bakaman deyirlər üçün yine malxonasi ham bor bemalol. Mal alıp gelip mal bakışınız ham mümkün. Uyimiz turar joy. Dokumentdan muammo yo'q. Bu yeri bir sklad. Narsa qo'ymoqqa, boshqaga bu yerda kuxnya bor, oshxonasi. Hozir uyni ishlarini ham ko'rsatib o'tamiz o'zlaringizga. Gireyliğine çap tarafta bir yerden bir oturuş için dalan desek hem buladı, dalanı bağa. Bir yerde bir zötüleyen, remont edilen xonasi aboy basılgan. Hemen narsasi tayyor. Peshamba qurilgan. Bu yerdan bir mehmonxona katta. Mehmonxonasi. Keyin bu tarafdan birine yine bir katta xonasi bor. Bu yerdan peshi bor ekan qurilgan. Yashash uchun tayyor uy. Bu yer banisi. Şuna gösterip ötkenizde bir yerden girerse, bir yerde bir dalanı, bir yerde mehmonxona, bir yerden bir katta spalni desek ham bo'ladi. Bu. Keyin bir yerden yana bir xonalari bor ekan, bir zal mı bir katta dalan mı bir katta ekan lekin baland bo'g'li bor, arenaklari bor. Şu yerden keyin bu tarafa o'tsak, bu tarafdan katta yana bir xonasi bor ekan. Bu yerdan shu pesh qurilgan. Uy yashashga tayyor, bemalol bir xo'jalik kelib yashasa bo'ladi. Turar joy. Dokumentimden muammo yo'q, pulini aytib o'tamiz. To'rdan bir xonasi bor ekan bu yerda. Kichkina bir detskiy xona etsangiz ham bo'ladi, spalni. Uy yashash uchun tayyor. Azizlar, uyni bahosine gelsek, egasi 500 milyon deb turtdilar. Gelişiladi 500 milyondan qaytib beriladi. Alaman degan odamlar bo'lsa bemalol telefon nomeri yazıp kaldıramiz, murojaat qilishingiz mümkün.
danışlarınız olsa, yukarı bilen danışlarınız, dostlarınız olsa videomuzu bemalol ulara üleşip, yuvarıp koyuşlarınız mümkün. Adresimizi tushuntirib o'tdik. Adresimiz Xonqa tumani Amudariya qishlog'i, ya'ni Al-Xorazmiy sovxozda. Shovot ko'prigidan tushasa, sразу o'ng tarafga burilsa, Zikash bo'yidan bir katta yo'l bor. Keyin chap tarafga qarab ketgan ko'chalar bor. Birinchi emas, ikkinchi emas, uchinchi ko'chaga burilsa, yana shu yerdan kelasizlar. Shu ishkaldan katta ina. Shuni xohlasangiz yana navesat mashina qo'ymak ham bo'ladi. Erçeler ekilyen ama narsa bor. Aynalari ekapendan ekan. Bu tarafta bir T eshik bor. O ham ekapendan. Egalarini telefon nomerini yazıp kaldıramiz bemalol. O'zlaringiz egalarini telefon qilib pulini kelishib olishingiz mumkin. 500 million deb turibdilar, kelishib beriladi. Murojaat etaverasizlar.